tumanda yuradigan shopir akalar uchun sizlarning hayotlarini oddiygina mana shu navigator saqlab olishiga sababchi bo'lishi mumkin. Nimaga degan bo'lsam, qaranglar do'stlar, hozir birozgina tuman tarqab qoldi, lekin mana shu tumanli havolada yuradigan bo'lsalaring do'stlar, ya'ni qayerda svetofor bor, qayerda nima borligini bilish uchun mana oddiygina navigatorga kirasizlar do'stlar. Internetda yoqdi, misol uchun deylik, mana Marg'ilon deb o'ylab qaraydigan bo'lsa, mana Marg'ilon tanlaysizlar do'stlar, qaranglar. Navigatorda mana svetofor qayerda bor, qayerga burilishingiz kerak, mana ko'rinayotgan bo'lsa svetoforlargacha ko'rsatib beradi do'stlar. Hattoki navigatorda anti radarlar kiritilgan bo'lsa, radarlarni ham ko'rsatadi do'stlar. Navigator qulayligi shunda do'stlar. Hamda qaysi tomonga o'ng yurish kerak, qaysi tomonga burilish kerak, hamda do'stlar bu yerda probka bormi, yo'qmi, avariya situatsiya bo'lganmi, yo'qmi, shularni to'lig'ini mana shu oddiygina navigator orqali ko'rib ketishning imkoniyatlari bor. Mana shunday tumanli havolada bo'ladigan bo'lsangiz do'stlar, shu navigatordan foydalaninglar. Agarda megabaytdan qizg'anadigan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, bir marta internetda yoqib olib turib, keyin internetdan o'chirib qo'yganlaridan keyin o'zi avtomatik aytib ketaveradi do'stlar. Shuning uchun imkon qadar mana shunaqa tumanli havolada bo'ladigan bo'lsa, navigatordan foydalanishlarini tavsiya berib qolamiz do'stlar. Anchagina sizlarga foyda beradi. Hattoki mana ko'rayotgan bo'lsangiz, svetoforlargacha, to'rt ko'chaga keldinglarmi, yo'qmi, qaysi ko'chada yuribsizlar, ko'chani ham nomlarigacha aytib beradi do'stlar. Hattoki do'stlar, oddiygina mana shu navigator sizlarning hayotlaringizni saqlab qolishga ma'lum bir jihatdan yordam beradi. Ayniqsa Toshkent, Samarqand, Buxoroga qatnaydigan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, u tomonlarda yo'llar juda ham tuman bo'ladi. Ana shu tumanda sizlarga mana shunday oddiygina navigatorlar foyda beradi do'stlar. Bu videoda mana shu shopirlarga jo'natib, bizning kanalga obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Sog' bo'linglar do'stlar.